Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzuyimiz homiladorlikda burun bitish sabablari va uni davolash yo'llari haqida gaplashamiz. O'zi homiladorlik paytida burun bitish alomatlari ko'p kuzatiladi. Buni asosiy sabablaridan bittasi bu homiladorlik riniti, ya'ni homiladorlikdagi burun bitishi statistika bo'yicha butun dunyodagi homilador ayollarning 30% dan ko'prog'ida uchraydi. Bu narsa normal holat. Bunda organizmda gormonal o'zgarishlar kelib chiqadi. Shuning hisobiga burun shilliq qavatlari shishadida, burun bitish alomatlari kuzatiladi. Bizlarning regionlarimizda bu narsaning ko'proq kuzatilishining sababi bu bizadagi allergenlik holat, bu iqlim quruqligidan. Shuning hisobiga bizada ko'p kuzatiladi. Yana keyingi sabablardan bittasi bu homiladorlik paytida immunitet pasayishi. Shuning hisobiga ham burun bitish alomatlari ko'proq bo'ladi. Asosiy sabablardan bittasi shular. Endi homiladorlikdagi burun bitishini davolash haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda homilador ayol burun ochadigan spreylardan qo'llash mumkin emas. Bu o'ziga ham, farzandiga ham yomon ta'sir qiladi. Asosan aptekadagi burunga ishlatiladigan dengiz suvidan tayyorlangan Aqualor, Aquamaris degan preparatlar bor, shunga o'xshagan dorilar bor. Shulardan foydalanish kerak. Bular burun ichini shilliq qavatini shishini ham ketkizib, quruqligini ham ketkizadi. Bu homilador ayolga yengillik beradi. Keyingisi allergiya foni kuzatiladigan bo'lsa, bu homilador ayolda ko'proq unda allergiyaga qarshi maxsus spreylar bor. Mana shu spreylardan ko'proq qo'llash kerak bo'ladi. Shunda burnini ochib yaxshi nafas oladi. Xonani namligini ta'minlash kerak bo'ladi. Keyingi sabablari. Undan keyin agar bu burun bitishi, sinusit, shamollash, yiringli sinusitlar hisobiga bo'layotgan bo'lsa, unda shifokorga ko'rinib, shifokor tavsiyasi bilan dori-darmonlar qabul qilinishi kerak bo'ladi. Chunki bu endi jiddiy narsa hisoblanadi. Buni uy sharoitida o'zicha davolashni imkoni bo'lmaydi. Agar sizda va yaqinlaringizda lor kasalliklar bo'yicha muammolar yoki savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.